طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Köp rahmet. He? O neydi o? Hoşnumuz babamga kaçıdı neyim bergerdi? Babam gep qilmayla oldi o. Babamdan sonra bakay çok ene. Ha? Fatime, mao kaçını to'nglatqog'i sep qo'yg'una qizim. Ma'qul buva. Qanday ahvolingiz bova? Yaxshi bolam, sen-chi? Hoş geldin Ali. Bova, bu qaçını kim berdi? Bir qo'shnimiz. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Qo'shnimizmi? Ha, qo'shnimiz. Bek isil odamlar. Dunyodan ularga biz hadiya kirgizgan edik. Qo'shnimiz nemishqa bizga tamoq akirib berdi. Biz ularning sadiqasini yeydigan kunga qolmagan tursak. O'g'lim, bu sadiqa emas, hadiya. Hadiya? Tamoqni hadiya qilganni anglab boqmabdi ekanman, bova. Hadiya subtida narsa kerak berilganligini bilatdim. Shundoq emasmi, bova? Undaq emas, bolam. Qandaq deysiz, bova? Qaraganda buni tafsili tushuntirib qo'ymsam bo'lmag'idek. Mehmonxona uyiga kirib o'ltirib deb beray. Qani juringlar bolarim. Qo'shnilarning o'zaro bir-biriga narsa kerak, yemak-ichmak hadiya qilishi bak esil odat. Qo'shnilarchilik haqlari to'g'risida Alloh taolo va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bayonlari bor. Bu bir yaxshi odat bolam. Qo'shnilar ara hadiya qilish nemishqa bunchalar muhim? Yaxshi savol so'rading o'g'lim. Balkim xulum qo'shnilarning bir ishki qachi tamoqqa ehtiyoji yo'q. Lekin islom dinimiz qo'shnilar orasidagi munosabatni kuchaytirish, o'zaro yaqinlikni saqlash va haqiqiy qarindoshlik tuyg'usini his qildirish uchun qo'shnilar bilan yaxshi o'tishimizni tavsiya qiladi. Muhimi, qo'shnilarchilik munosabati uzilib qolmasligi kerak. Mana bu xil hadiyalar qo'shnilarchilik rishtining davomlashishining simvoli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: Alloh taoloning nazarida hamroyiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi hamroy hisoblanadi. Alloh taoloning nazarida qo'shnisiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi kishi hisoblanadi. Demak, qo'shnilarimizga yaxshi muomalada bo'lsak, Alloh taoloning nazarida yaxshi kishi hisoblanadiganmiz, shundaqmi buva? Shundoq qizim, to'g'ri aytding. Bugun qo'shnimiz shu sababdan bizga hadiya kirgizibdi-kanda? To'g'ri aytding qizim. Bu masalani xeyli yaxshi tushunib oldim. Alloh sizdan rozi bo'lsin, bova. Endi bizga payg'ambar alayhissalomning hayoti haqida so'zlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan, bova. Yasriblik bir turkum kishilar payg'ambarimiz bilan ko'rishib, maxfiy holda islom diniga kirdi. Keyingi yili haji vaqtida Quraysh islomning ta'siri ojizlashdi deb xiyol surayotganda, Yasribning yerlik qabilalaridan bo'lgan Avs va Xazraj qabilasi iymon etib, islom bayrog'i ostida birlikka keldi.
İslamiyetning tarqalishi uchun kuch chiqaradiganligini aytib, payg'ambarimizga va'da berdi. Payg'ambarimizdan Yasribga hijrat qilib, u yerdagi kishilarni jaholatdan qutuldirib qilishini talab qildi. Ey yurtcho'nlari, bu ish musulmon bo'lish bilanla tugamaydi. Payg'ambar alayhisalomga va'da berdinglar. Uni Yasribga chaqiryapsizlar. Shuni bilib qilinglarki, bu yerdagi musulmonlar bizning yurtga ko'chib borganda, ular bilan qarindoshlarcha yaxshi o'tishinglar kerak. Buni hargiz esinglardan chiqarmanglar. Haq yo'lda sen bilan birga menish uchun Allohning amr farmonlariga bo'ysunimiz. Bola chaqalarimiz, urug' tuqqanlarimizning bu yo'lda mangdiganligiga va'da beramiz. Hamma ishda payg'ambar alayhissalomga agishimiz, uningga bayat qilamiz. Allah va payg'ambari guvoh bo'lsinki, biz Avs Xazraj qabilasi Muhammad alayhissalom tarafda turamiz. Biz va oilamiz islomiyatning g'albisi uchun qarindoshlarimizdan mol dunyoyimizni, avlodlarimizni, uy joylarimizni, hatto jinimizni ayamaymiz. Ular uchun ishigimiz mangu ochiq. Ayrilish payti yetib keldi. Makkadagi musulmonlar qorong'u zulmatdan yo'riqlikqa chiqish uchun top-top bo'lib Madinaga hijrat qilishga boshladi. Ularning qalbida faqat Allohla bor edi. Allah uchun Makkadan ko'chib chiqyotdi. Hijrat qilayotganlarning ichida Osmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Avf, Abu Ubayda ibn Jarroh, Umar ibn Xattobga o'xshash Qurayshning mo'tabar zotlari va bulardan boshqa yana islomiyatni qabul qilgan 70 necha kishi bor edi. Bu musulmonlar bu qitimqi hijrati orqali kelgusida dunyoni o'zgartirdi. Hijrat qilish orqali insonlarni to'g'ri hayotga erishtirishni maqsad qiladi. Lekin payg'ambarimiz texi Makkadan chiqmagan edi. U Makkadan chiqadigan eng oxirgi musulmonning sog'-salomat chiqishini kutib turibdi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom muhojirlarning hammasini yo'lga solgandan keyin eng oxirida Makkadan ayrildi. Payg'ambarimizning Madinaga berishi bilan tang islom tarixida yangi bir davr boshlangan bo'ldi. Keyincha Umar raziyallohu anhuning xalifaligi davrida bu tarix Hijriya kalendarining boshlanishi qilib bekitildi. Ahvol biz o'ylagandan xatarlik bo'lyapti. Muhammad bir kishi edi, mana endi bir ummat bo'lib shakllandi. To'g'ri aytding Abu Jahil. Ey Ibn Salul, sen sut uyqunda uxlayotganingda Madinaliklar Muhammadning diniga kirib ketdi. Bunun javobgari men emas. Mana endi Makka bizga o'ng chiqaldi. Lekin Quraysh begzotlari shuni bilinglarki, musulmonlarning Madinaga ko'chib ketishi bilan sizlarning Sham bilan bo'lgan savdo tijoratinglar oqsab qolamdi qandaq? Sen shundoq bo'lishni saqlab turayotgan o'xshamamsan. Men ho'sharlik bilan kutaman. Qachongacha saqlaysan Ibn Salul? Islom samonga tutashgan o'tdek nihoyat tez tarqalyotdi. Sizlar bu ishni hal qilg'ich saqlayman. O vaqtgacha sen ularning orasida qanday salohiyatda yashaysan? İslamni qabul qilaman. Madinani Muhammad va sahobalarga tashlab bera olmayman. Chunki mollarimning hammasi Madinada. Musulmonlarning orasida buzg'unchilik qilib yashamsan. Sen yolg'ondan musulmon bo'ldigan o'xshamamsan. Hamma ish joyiga tushishi mumkin. Ish qilib keyin qasimo bir hal qilish chorasi topdik. Muhammadni o'ldiramiz. Muhammadni o'ldirish uchun bir plan tuzdik. Muhammadning qini yerda qoladi demsan, sen arablarni yaxshi tushunasan. Biz arablar qisosimizda olmay qolmaydigan xaq. Sen bu ishga aralashma. Nayt puxta bir plan tuzdik. Qurayshning har bir qabilasidan birdan kuchli yigit tayinlaymiz. Hammasi tangli tig' soladi. Shundaq bo'lganda Muhammadning qiniga hamma qabila zomin bo'lgan bo'ladi. Shundaq qilsak, Hashim jamiyati hamma qabilaga urush etishga qodir bo'la olmaydi. Meningcha bu intayin yaxshi plan. Sizlar bu planga qanday qaraysizlar? Meningcha bunda qilsak, oxirida ishni yo'g'ishtirg'ili bo'lmay qolamdikin. Abu Jahilning plani bo'yicha bo'lganda, masala yaxshi hal bo'lgudek. Shundaq, Muhammaddan butunlay qutulgudakmiz. Mushriklar tuzgan plani bo'yicha ishga kirishdi. Payg'ambarimiz Madinaga chiqadigan kechasi 10 qabiladan 10 nafar yosh payg'ambarimizning uyiga qarab yo'lga chiqdi. Allah Taala payg'ambarimizga Jibril alayhisalomni avatib, bu suiqasddan oldin xabar berib, darhol uydan chiqib ketishiga buyurgan edi. Payg'ambar alayhisalom Allah Taolaning buyrug'iga asosan Hazrati Alini o'z o'rniga yotqizib qo'yib, eng yaqin hamrohi Abu Bakr bilan birga uydan chiqib ketdi. Muhammadning o'rnida Ali yetibdi. Bu yigit Muhammadga o'z jinnini pido qilibdi.
U zodi qandaq odamlar? Hey Abu Sufyan, otliq odamlarimiz Muhammadni tutib kelgili tayyor bo'ldi. Tez bo'linglar, Muhammad Makkadan jiroqlashib bo'lguncha uni tutib kelinglar. Muhammadni o'lik yoki tirik tutib kelgan kishiga 100 to'gi beraman. Ular jami 3 kishi. Muhammad, Abu Bakr va ularga yo'l boshlab mangan Al-Yaqut. Bu yo'l boshlig'iga cho'l yo'llari 5 qo'ldek ayon. Mushriklar payg'ambarimizni tutib oldimi? Oxirini aytib bering, ha? Birdan gap qilmag'in, Fatima. Bo'miz oxirini so'zlab bersin. Inshaalloh oxirini kelar qitim so'zlab beray bolarim. Hozir so'zlab bering, bova. Bek hayajonlanib ketyapmiz. Quraysh mushriklari payg'ambarimizning izini topaldimi yoki topolmay qaytib ketdimi? Hozir so'zlab beray desam, bek kesh bo'lib ketadi bolarim. Endi uxlaydigan vaqtinglar bo'ldi. Bugun mushunchilik bo'lsin. Aram elinglar. Oxirini yana bir qitimda deb beray.